Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga bu videoda kvartira kassasini oson yuritadigan bitta kichkina app haqida, ya'ni programma haqida gaplashamiz. Qanaqa ishlatish, qanaqa funksiyalari bor, qanaqa to'liq ishlatish bo'yicha video darslik ko'rasizlar sizlar. Bu kvartira kassasi sizdagi nima muammolarni hal qiladi? Birinchidan, agar siz kvartirada turadigan bo'lsangiz, umumiy bolalar bilan o'rtada pul yig'ib, oziq-ovqatga, kommunalga yoki umumiy kvartira arendasiga to'laydigan bo'lsangiz, shu xarajatlaringizni shaffof ravishda yuritishga yordam beradi. Masalan, siz oziq-ovqatga o'z yoningizdan xarajat qilishingiz mumkin. Keyin bolalarga aytasiz, "Men mana shunaqa xarajat qildim, sizlar ham endi menga berilaring" deyishingiz mumkin. Yokida masalan kimdir ko'p xarajat qiladi, kimdir kam xarajat qiladi. Yokida masalan xarajat qilinadi lekin yozilmaydi, kimnidir haqqi birovga o'tib ketishi mumkin. Shu narsani oldini olish uchun kim qanaqa xarajat qilyapti, umumiy summada qanaqa kassamizda necha pul borligini ko'rib turish uchun, oson ko'rish uchun bu programmani umumiy kvartira, har bitta kvartira o'zi uchun alohida ishlatsa bo'ladi. Bu uchun sizlar o'sha kvartira kassasiga kirib, umumiy o'sha kvartirada turadigan bolalarni shu kvartira kassasiga qo'shsanglar, hammanglarda bir xil kassa yig'iladi. Bunda ikkita yoki bitta admin bo'lishi mumkin, asosiy boshqaradigan. Qolganlar umumiy xarajatlar, kim qanaqa xarajat qilyapti, kim necha pul to'ladi, kimni qancha qarz bor kassada, yoki shu narsalarni bemalol ko'rib tura oladi. Kelinglar, ko'p gapirmasdan shu narsani qanaqa qilinishini ko'ramiz. Undan oldin sizlar bilan masalan bu narsani siz o'zingizni Telegram guruhingizga qo'shib, keyin o'sha yerda masalan istoriyalarni ko'rib borsangiz bo'ladi. Masalan, bu kassani o'zingizni kvartirangizni Telegram gruppasiga qo'shasiz va shu guruhga har doim tashlab turadi. Bu odam buncha xarajat qildi, bu odamda buncha qarz bor yoki bu odam kassaga shuncha to'ladi degan narsani eslatib turadi. Undan tashqari hammasini o'zini lichkasiga sizni buncha qarzingiz bor deb har kuni yokida har nechidir kunda SMS qilib boradi. Ya'ni SMS xabar bo'lib boradi. Eslatma bo'ladi. Hamma masalan men non olsam, masalan 4 ta non oldim, okey 12 ming bo'ldi. Bitta platformaga kirazaman shu narsani deb bo'ldi. Telegram guruhga keladi. Mana bu odam shuncha mana shu narsadan xarajat qildi. Agar kassani pulidan xarajat qilgan bo'lsa, kassa nomidan xarajat qildi yoki kassadan emas, o'zini cho'mchagidan xarajat qilgan bo'lsa, o'zini cho'mchagidan xarajat qildi deb keladi. Agar men o'zimni cho'mchagimdan xarajat qilgan bo'lsam, demak meni balansimga shuncha pul yoziladi. Shuncha pul yozib borilaveradi. Keyin umumiy kassada masalan 100 mingdan yig'amiz, kassaga tashlaymiz deganda, men o'zimni balansimda 50 ming yig'ilgan bo'lsam, 50 ming bu o'zimni balansimdan oladi va 50 ming men naqd beraman deb, shunda oldingi qilgan xarajatlarimni kassani umumiy balansi bilan rad qilib ketaveraman. Demak, mana shunaqa tartibda bemalol ishlasa bo'ladi. Xo'p, endi buni qanaqa tartibda bajarilishini ko'ramiz. Siz kvkassa.uz saytiga kirib yokida kvkassa botga linkiga kirib ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Masalan, bitta odam ro'yxatdan o'tadi. Masalan, kvartirani nima desa bo'ladi? Boshliq desak, boshliq deb nomlangan bu kvartira anaqa kassani ichida o'sha kassalarni yuritadigan, umumiy xarajatlarni tekshirib turadigan odam kim bo'lsa, o'sha ro'yxatdan o'tadi. kvkassa.uzga kirsangiz, xuddi shunaqa sizda ham birinchi marta kirayotgan bo'lsangiz, shunaqa oyna ochiladi. Kvartira kassasi degan bo'limda aytyapti, mana umumiy pulni oson va aniq boshqarish har bir so'm hisobda bo'ladi, ya'ni shaffof yuritiladi. Keyin a'zolar va yig'imlar, kvartira a'zolarini qo'shing va oylik yig'imlarni belgilang va kim qancha to'laganini kuzating deyapti. Keyin xarajat va hisob-kitob, xarajatlarni qayd qiling, qarzlar va qaytarmalar avtomatik hisoblanadi. Masalan, kimdir qarz bo'lib qolishi mumkin. Shu narsalarni avtomat ko'rib tursa bo'ladi. Hamma a'zolar ko'rib turadi. Undan tashqari mana tizimga kirish uchun Telegram bot orqali ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Xo'p, buning uchun biz Telegramga kiramiz. Men boshqa nomerimga kiraman. Umuman bu anaqadan o'tmagan. Telegram orqali kirishga bosaman. Avtomat saytdan Telegramga o'tadi. Xo'p. Bu yerdan bo'lmadi. Start bot. Open up. Mana. Sizda ham xuddi shunaqa. Assalomu alaykum. Bu bot orqali xarajatlar va jamoaviy hisob-kitoblarni osonlik bilan nazorat qilishingiz mumkin. Dedi. Startni bosamiz.
Endi bu havola eskirgan, ilovadan yangi havola o'ting o'tdi. Men hozir birinchi marta start bosganimda boshqa nomerim ulanib ketdi. Shu uchun endi men boshqatdan ochaman. Ya'ni hop, men bu kassaga qo'shilib ketdim. Bu kassadan chiqish uchun hop, mana tizimdan chiqish, kvartiradan chiqishga bosaman. Bu joylarni ham hozir ko'ramiz yana. Endi men hop, mana shu joydan boshlaymiz. Tizimga kiramiz, ya'ni Telegram bot orqali ro'yxatdan o'tishim kerak. Ro'yxatdan o'tishni bosaman. Telegram orqali ochaman. Mana endi men start bosdim. Ro'yxatdan o'tish uchun telefon raqamingizni yuboring dedi. Telefon raqamimni avtomatik yuboraman va tayyor. Ilovani ochishni bosaman. Ilova endi men saytga kirib o'tirishim shart emas. Telegram o'zida ochiladi. Telegram o'zida ochilganda mana birinchi ochilganda xuddi shunaqa ochiladi. Ya'ni yangi kvartira yaratish, siz o'zingizni kvartirangizni shu platforma ichida sajdat qilasiz. Yoki agar kimdir ochgan bo'lsa, o'sha sizning kvartirangizdagi odam ochgan bo'lsa, shu kvartiraga qo'shilishingiz mumkin. Masalan, men endi birinchi marta kiryapman, kvartira yarataman. Kvartira masalan Qoraqamish 2 kvartirasi. Manzil xohlasangiz shu Toshkent Qoraqamish deb yozib qo'yamiz. Hamma o'zining kvartirasiga shunaqa nom qo'ysa bo'ladi bemalol. Endi yaratishni bosaman. Bo'ldi. Mana bizda Qoraqamish 2 degan kvartira yaratildi. Hali bu anaqada hech kim yo'q. Hop. Biz buni polniy ekranda ochishimiz uchun mana full screen. Mana Telegramda xuddi shunaqa ochiladi. Bu yerda xarajat qo'shish knopkasi bor. Keyin bu yerda kassalar bo'limi bor. Sizda masalan kvartirangizda har xil kassa bo'lishi mumkin. Kommunalniyniki alohida, oziq-ovqatniki alohida, umuman kvartira ijarasining kassasi alohida bo'lishi mumkin. Yoki kvartira masalan oziq-ovqat bilan kommunalni bitta qilib, общий qilib ochib qo'yishingiz mumkin. Unda har xil masalan svetga to'lasangiz ham yoki umumiy oshxonada produktni olsangiz ham o'sha kassadan ishlatib turasiz yoki alohida qilib qo'yishingiz mumkin. Shunaqa qilib kassa qo'yishingiz bo'ladi. Endi bu yerda yig'imlar bor. Yig'imni masalan siz kassa ochdingiz, umumiy masalan oziq-ovqat kassasini ochdingiz. Oziq-ovqat kassasida oy boshida hamma 100 ming tashiydi. U har doim xarajat bo'lganda masalan men 50 ming xarajat qildim, kvartirada 5 kishi turamiz, menga 50 mingdan 10 mingdan yig'ib bermaydi. Umumiy hamma kassaga pul to'lab qo'yadi. Masalan 100 mingdan oy boshida shu kassadan olib ishlatamiz. Svetgami, masalan produktagami yoki boshqaga. Shunaqa qilib bemalol ishlatib ketaveradi. Ya'ni o'sha yig'imni masalan har oy boshida yoki xohlagan paytda masalan pul tugadimi, bo'ldi yig'im qilamiz. Masalan yig'amiz 50 mingdan yig'amiz 100 mingdan yoki har xil summalardan yig'amiz. Hamma pul tashlasin degan narsani mana shunaqa qilib yig'im ko'rinishida qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari ma'lumotlar bo'limi bor. Ma'lumotlar bo'limida nima bo'ladi desa, sizni kvartira masalan svetni shot raqami, gazni shot raqami yoki Wi-Fi shot raqami yoki yana suv bo'lishi mumkin. O'sha narsalarning shot raqamlari hammani esda qolib ketishi o'sha qolib ketmaydi. Shu uchun mana shu yerga yozib qo'yiladi. Masalan Wi-Fi shot raqami mana bunaqa. Masalan Wi-Fi Ustelecom shot raqami bu yoki svetga bu, gazniki bu deb shu yerga saqlanib qo'yiladi. Masalan men to'lamoqchi bo'lsam shunda shu kiraman, ma'lumotlarni ochaman, svetga to'lamoqchimanmi, shot raqamini shuni bitta klik bilan kopiya olamanda, klikda paymida to'layveraman. Yoki boshqa odam to'lamoqchi bo'lsa, klik orqali shu boshqa odam shuna kiradi, kopiya qiladi. Mana shunaqa qilib, ya'ni kimdandir so'rab o'tirmaydi, necha yilda qanaqa edi deb, shu orqali bemalol kopiya olib ishlatsa bo'ladi. Masalan kimdir kvartiraga yangi qo'shilgan bo'lsa, u to'lamoqchi bo'lsa, boshqalardan so'rab o'tirmaydi, shu anaqadan appdan bemalol ko'rib to'laveradi. Keyingisida profil bo'limida masalan men haqimdagi ma'lumotlar, o'zingizlar haqida ma'lumot turadi. Umumiy nechta a'zo bor kvartirada shu yerda ko'rinadi. Keyin taklif havolasi bor. Taklif havolasini men beraman kvartirada boshqa odamlarga. Ular shu link orqali kirsa, avtomat mana shu Qoraqamish 2 kassamga qo'shiladi. Keyin Telegram guruhga ulab qo'yishim kerak. Masalan, baribir hamma kvartirada bo'ladi. Kvartirada o'sha a'zolar to'plangan bitta guruh bo'ladi. Shu guruhga bu
botni ham KV kassa botni ham qo'yishasizlarda shu gruppaga keyin hamma anaqa infolarni otib turadi. Masalan, bunaqa chiqim bo'ldi, bunaqa kirim bo'ldi deb. Bu yerda men a'zolar hisob kitobi hozir bitta men a'zo bo'lsam, Artco degan nom bilan kiryapman. Menda hisobimda qancha pul bor, qancha qarzim bor, shuni ko'rsatib turadi. Buni har xil rejimda, shu tungi yoki kunduzgi rejimda ishlatsanglar bo'ladi. Keyin bildirishnomalar bor o'ziningda. Mana mana shu yerda botga ham kelib turadi. Buncha xarajat bo'ldi, buncha kirim bo'ldi degan narsa. Keyin bu kvartiradan chiqsangiz, masalan, siz boshqa kvartiraga ko'chyapsiz, bo'ldi bu kvartiradan chiqib ketasiz. Keyin boshqa borgan kvartirangizga, o'zini guruhiga, o'zini kvartira anaqasiga qo'shilasiz. Yoki umuman tizimdan chiqib ketsangiz ham bo'ladi. Xo'p. Endi masalan, men hozir ochdim, boshliq bo'lib ochildim. Ya'ni umumiy anaqada bitta yoki ikkita boshliq belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Ko'proq imkoniyatlar, masalan, yig'imni yaratadi yoki qaysidir noto'g'ri xarajatlarni o'chirib tashlash mumkin platformadan. Shunaqa qilib umumiy shu tizimni yuritib turadigan kimdirni boshliq qilib qo'ysalar bo'ladi. Xo'p, endi biza kassa yaratishimiz kerak. Kassani qo'shishni bosaman. Masalan, oddiy kassa yoki kvartira ijarasi. Kvartira ijarasi bir marta bo'ladi oyda. Shu uchun masalan muddat oyni qaysi kunida, birinchisidami, 10-sidami, 15-sidami qachon to'laysiz? O'sha oy sanasini kiritib qo'yasiz. Qaysi odam qancha to'laydi kvartiraga. Masalan, kvartirangizda hamma bir xil to'lamasdan, kimdir ko'proq, kimdir kamroq to'lashi mumkin. Shuni inobatga olgan holda shu yerda o'zi summa kiritsangiz bo'ladi. Masalan, Rahmatxo'ja buncha, Ibrohim buncha, Azamat buncha degan narsani shu yerga kiritib qo'ysangiz, har oyi qaysidir sanasi, masalan, siz har oy birinchi sanasida kvartira pulini расчет qiladigan bo'lsangiz, kvartira egasi bilan, demak, bir 25-yilda buni qo'shib qo'ysangiz, 25-yil o'zi har 25-da bo'ldi kvartira ijarasini pulini yig'amiz degan hammaga SMS boradi. Shunda yig'im joriy qilinadi. Hammaga belgilangan summa, sen shunchadan qo'shishing kerak. Endi oddiy kassalar bor, masalan, oziq-ovqat kassasi. Bu yaratayotgani, masalan, oziq-ovqat kassasi deb yozamiz. Bu operatsion kassa, masalan, oziq-ovqat deb yozib qo'ysa ham bo'ladi. O'tga ham turini belgilaymiz. Endi bu unchalik shart emas. Boshlang'ich holda. Masalan, siz endi boshlayapsiz, lekin umumiy kassangizda hozir 50 ming pul bor. Shu 50 ming belgilab qo'yasiz yoki 0 bilan boshlayverasiz. Keyin kvartirangizda masalan 8 ta odam bor kvartirangizda, lekin 3 tasi bu oziq-ovqat anaqasiga qo'shilmaydi. Ular masalan ertalab ketadi, kechqurun keladi. Shu mashina qilib o'zini qilaveradi. 5 ta odam qo'shiladi. Demak, siz 5 ta odamni ko'rib qo'shib qo'ysangiz, ya'ni belgilab, galочка qilib belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Lekin umumiy 8 ta odam shunda bo'lsa, masalan, ijara pulini ham shu yerdan qilinadi yoki baribir shu 3 ta odam oziq-ovqatga qo'shilmasa ham kommunal anaqaga qo'shiladi, kommunal xarajatlarga qo'shiladi. Shu uchun shunaqa qilib qulay qilib qo'yilgan, ya'ni har bitta odamni o'zingiz belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Yoki xohlasangiz hamma, yoki xohlasangiz qaysidir nechtadir odam ixtiyoriy. Hozir bu yerda o'zi bitta odam bor. Masalan, keling 0 emas, 10 ming qilamiz. Kassada balans hozir 10 ming. Kassa yarataman, ya'ni kassa qo'shdim. Mana oziq-ovqat xato ketib qolibdi. Mana xato ketib qolgandi. Mana bu yerdan edit qilamiz. Anaqa saqlab qo'yamiz, ya'ni boshqatdan. Hop, bu yoqqa o'tamiz. Endi masalan 10 ming bor. Endi biz yig'im yaratamiz. Hozir yig'im qilishimiz kerak. Masalan, yangi yig'im yaratish. Oddiy kassagami, kvartira ijarasigami, keyin oziq-ovqat. Masalan, bizda bu kassalar nechta bo'lsa, shu kassalar chiqadi. Masalan, may oyiga emas, hozir iyul oyiga 100 mingdan. Har bir a'zo uchun 100 ming yaratishni bosaman va uje yig'im yaratildi. Menga mana bildirishnoma keldi uje. Iyul oyiga 100 mingdan yig'im yaratildi. Ya'ni yig'im berishingiz kerak degan narsa. Bosh sahifaga o'tsam, menda uje sani oziq-ovqat kassasidan 100 ming qarzing bor deb turibdi.
saqlash. Mana endi to'g'rilandi. Demak, hop, общий bosh sahifaga o'taman. Mana menda yig'im bor, qarzim bor 100 ming dollar. Endi qaranglar, xarajat qanaqa qo'shiladi desa, mana xarajat qo'shishni bosaman. Qaysi kassadan xarajat qo'shmoqchisan? Men masalan bozorlik qildim, lekin kassada 10 ming pul bor. O'sha paytda masalan men bozorlik qildim. Bozorligim 135 ming bo'ldi. Endi menga ko'rsatadi, kassada o'zi 10 ming pul bor deyapti, lekin sen 135 minglik bozorlik qilding. Demak 10 mingni kassadan 135 ming 125 mingni seni nomingga, balansingga tushiramiz deyapti. Menga unaqa kerak emas. Men o'zimning nomimdan 135 minglik bozorlik qildim. Ya'ni a'zo nomidan deyman, keyin a'zoni tanlayman. Avtomat o'zi men turaman bu yerda. Agar boshqa odam bo'lsa, boshqa odamlarni ham chiqazadi. Mana men turibman. Saqlashni bosaman. Endi nima bo'ladi desa, saqlashni bosdim. Mana endi meni balansimga, o'zimning balansimga 135 ming yig'ildi. 135 ming bor, lekin yig'im umumiy oziq-ovqat yig'imidan 100 ming qarzim bor. Shu turibdi. Bu yoqda 10 ming umumiy oziq-ovqat kassasida naqd pul turibdi. Endi men o'zi 100 ming qarzim bor edi, lekin balansimda 135 ming bor. Shu 135 mingni oziq-ovqat kassasi bilan yopib bormoqchiman. Yig'imga kiraman. Men iyulda, men Artco'da menimda 100 ming qarzim bor. Shaxsiy hisoblarni bossam, avtomat 100 ming to'ladi. Keyin tasdiqlashni bossam, yoki to'liqni bossam, tasdiqlashni bosaman. Uje men 100 ming to'ladim. Mana bosh sahifaga o'tamiz. Menda endi 35 ming qolib ketdi. Ya'ni 35 ming o'zimning shotimda bor. Kassada mana 110 ming pul bo'ldi endi. Mashina qilib yursa bo'ladi bemalol. Bu oy xarajat 0 turibdi. Mashinaga tartibda bemalol qilsangiz bo'ladi. Taklif havolasini shundan kopiya olasiz va o'sha kvartira gruppangizga yoki o'sha kim kvartira bo'lsa o'shanga tashlaysiz. Shu link bilan kiradi. Avtomat shu kassaga qo'shiladi. Yokida u och bo'ldi, lekin taklif havolasiz kirdida och bo'ldi. O'sha yerda Telegramga qo'shilish bor edi. Hop. Masalan, bu anaqadan chiqib turamiz-da o'sha. Kvartiradan chiqishni bosaman. Hop. Saytga o'tamiz. Bu yerdan kvartiradan chiqaman. Update beraman. Men boshliq bo'lganim uchun chiqa olmayapman. Hop. Boshliqni birovga berib, keyin chiqishim kerak. Umumiy tizimdan chiqdim. Keyingisini bosdim. Telegram orqali ulandim. Ilovani ochaman. Menda yana o'sha kassa mana ochildi. Yana xuddi o'sha kassa. Demak, shuna qilib bu yoqda havolani jo'nataman. Havola orqali kirish mumkin yoki mana bunaqa unikal kod bilan kirish mumkin. Shu unikal kodda kirsa, shu anaqaga kiradi. Kassa Pro umumiy gruppaga. Telegram guruhi ulashni bossam, menda umumiy Telegram bor gruppalarim chiqadi menda. Shu qaysidir bitta gruppaga shuni qo'shaman, keyin admin qilib qo'yaman va ulanadi. Shunda shu xarajatlar anaqalarni shu gruppaga tashab turadi. Agar sizdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, Telegram botni kvkassa _ bot bilan kirib bemalol foydalansangiz bo'ladi. Yokida kvkassa.uz saytiga kirib, o'tdan ro'yxatdan o'tib foydalansangiz bo'ladi. Bu xohlagancha, istalgancha kvartiralarni qamrab oladi. Xohlagan odam kirib, o'zining kvartirasini ochib, bolalarni qo'shib, shu yerda hisob-kitobni bemalol shaffof ravishda yuritsa bo'ladi. Agar savol bo'lsa, izohlarda qoldiringlar, biz javob beramiz.